Assalomu alaykum. Bugun shanba 14-fevral. Onaxon biz mana 10-fevral kuni, ya'ni seshanba kuni o'zaro qo'ng'iroqlashdik. Bugun ya'ni shanba kun ko'rishib, uchrashib, bir suhbatlashamiz deb kelishgan edik. Mana shu munosabat bilan mana ko'rishib, suhbatlashib o'tiribmiz. Endi mana dunyo mutlaq tahlil qilib, bashorat qilib bo'lmaydigan tomonga boryapti. Dunyo bir mana yo'nalishi shundayki, katta urush sari ham boryapti deb odam cho'chib ketadi ayrim vaqt. Ikkinchi tomondan axir insonlarga Parvardigor aql bergan. Bunaqa darajaga bormaydi-yu. Necha marta jahon urushi bo'lib insoniyatda qancha 50-60 millionlab qirilib ketdi deb odam o'ziga o'zi taskin beradi. Lekin bitta masala aniqki, bugun dunyo o'sha qudratli davlatlarning rahbarlarining ham mening fikrim shundayki, uyat hissi yo'q. Uyalishmaydigan bo'lib qolgan. Dunyoda ilgarigidek, masalan, Churchill, Roosevelt, Charles de Gaulle, Mitterrand yoki boshqa Nelson Mandela bunaqa kabi yetakchilar dunyoda mana shunaqa bir dunyo jamoatchiligi hurmat bilan qarab eshitadigan yetakchilar yo'q. Davlatlar tepasida turgan bori ham ularda uyat hissi, tuyg'usi yo'q. Ma qarangki, menga Nobel mukofotini berasan deb turishdan ham uyalishmaydi. Ertalab shunaqa deganingizni peshinga aytsa, ertalab men shunday deganmidim deb turishadi. Ha endi qarangki, elning oldiga chiqib, o'zi bosh korrupsioner bo'lib, korrupsiyaning o'chog'i bo'lib tursa ham, korrupsiyaga ildizini topishimiz kerak deb turadi. Men o'ylab qolaman. Qani bu inson dunyoning qudratli davlatlari, umuman davlat boshliqlarida qaysida bir uyatisi bormi yo'qmi bularda deyman. Natijada mana shunday dunyo mana shunday xavf sari boryaptiki, uyat, andisha. Bu xalqaro normalar, qonunlar, konvensiyalar mutlaq tan olinmay qo'ydi. Xalqaro tashkilotlar yo'q darajaga tushib qoldi. Birlashgan Millatlar Tashkilotining qarangki, Yevropadagi shtab kvartirasida hatto liftini ishlatishga mablag'i yo'qmishki, liftlar to'xtab qolgan. Ya'ni xalqaro normalarni, konvensiyalarni mutlaq qudratli davlatlar chetga surib inkor qilib tashladi. Bugungi kunda kuch birinchi rejaga o'tdi. Aql, insoniylik, gumanizm emas. Ana endi bu davlat boshliqlari, arboblarida qanday bir uyat hissi bo'lmagan holda shunday ketayotgandan keyin nima bo'lishi mumkin? Qanday katta urushlar. Mana demokratlar ham o'zlarini, mana yetakchi o'zi demokratiyaning bayroqlari bo'lgan davlatlardagi demokratlar ham xalq ichida bunaqa ishonchlikda o'rni yo'qolib boryapti ularning. Nima qilish kerak shunday sharoit? Biz kichik bir davlatmiz. Mayli, aholimiz jihatidan o'rtacha 38 million aholi dermiz. Lekin biz iqtisodiy qudratli davlat emasmiz. Harbiy qudratli davlat emasmiz. Bunaqa bir davlatmiz, mamlakatmiz. Endi bunday Xudo ko'rsatmasin dunyoda katta bunday urushlar sodir bo'lsa, biz o'zimizni davlat, O'zbekiston davlati davlatchiligi sifatida, millat sifatida saqlab qola olamizmi? Saqlab qolish uchun hukumat, xalq bir mush bo'lish kerak, birlashish kerak, bir yoqadan chiqarib bir maqsad sari intilish kerak. Buning uchun nima bo'lish kerak? Buning uchun mamlakatda adolat bo'lish kerak. Adolat bo'lsa, hukumat bilan xalq birlashadi. Qani shu mamlakatda adolat bormi? Ha, ko'rib turibdiki, xalq mana dod deyapti. Qani adolatga intilgan?
mamlakatdagi tabaqalashish, aholining daromadlari bo'yicha tabaqalashishi shunaqa bir farq shunaqa kattarib ketdiki, qo'yavering. Bir havuch mamlakatning boyligi hisob, moddiy boyligi bir havuch odamlar qo'lida to'plandi. Aholining asosiy qismi kambag'al, qashshoqlashib boryapti. Daromadlar bo'yicha o'rtadagi tafovut nihoyatda keskin bo'lib boryapti. Bu oxir oqibatda baribir mamlakatda, jamiyatda mana ijtimoiy portlashlarga sababchi bo'lishi mumkin. Karimov davrida har yili aholining tabaqalashuvini berardi. Qonun eng kam daromadli 10% aholi bilan eng yuqori daromadli 10% aholining o'rtasidagi daromad qancha deb berardi. 7,5 mana bunaqa deb berardi. 10 yildirki bermaydi matbuot. O'rtada jarlik shunaqa. Aholining bir tomonda qashshoqlashuv, xorizorlik, ikkinchi tomonda boylik, zo'ravonlik qanday beryapti. Mana endi onaxon mana so'nggi biz muxolifatdagi 2 marta mamlakatda partiya tuzdik, siyosiy partiyani 6 yildirki siyosiy maydonga kelyapmiz. Yil hisobida 7 yil. Mayli biz parlamentda emasmiz. Korrupsiyalashgan tizim tarkibida emasmiz. Siyosiy partiyalar to'g'risidagi mana qonunda mana aytayaptiki 6-moddasida siyosiy partiyaning ta'sis siyozida tuziladi. Biz 2 marta tashkiliy qo'mita tuzdik. 76 nafar a'zo bo'ldi bir marta, ikkinchi marta 61 nafar a'zo bo'ldi. 2 marta siyosiy partiyaning onaxonning uyida va mening xonadonimga sizni o'tkazdik. Tuzdik. Endi ro'yxatga olmagan bu korrupsion lashkar hukumat ro'yxatga olmadi. Qonunda belgilangan 20 ming imzo o'rniga 22 ming imzo ham topshirdik. Qanchasini tortib olsa ham, almashtirib qo'ysa ham baribir topshirdik. Qonun talablarini bajardik. Endi mana muxolifat uzoq davrdan beri muxolifatda mana shu faoliyat olib borayotgan, mana shu mamlakatdan quvg'in qilinganlar tashabbus bilan chiqdi. Kelinglar dedi. Barcha gina qudratlarni unutib, shunaqa bir birlashaylik deb tashabbus bilan chiqdi. Haqiqatdan ham biz darhol qo'llab-quvvatladik. Chunki gina qudratlarni unutaylik dedi o'sha 80-yilning oxiri 90-yillardagi dedi. Agar o'tmishdagi voqealar bo'yicha yanada tortishib yurilaversa yoki bugungi voqealar bo'yicha nizolashib yuraversa, kelajakni yo'qotadi. Kelajak qo'ldan beriladi. Kelajak barbod bo'ladi. Ana shunda biz qo'llab-quvvatladik. Biz mana har suhbatlashganimizga aytamizki, mana shu qonun doirasida O'zbekistonning konstitutsiyasiga amal qilgan holda birlashishga intilganlarning hammasini qo'llab-quvvatlaymiz deymiz. Hatto aytamanki, bizni tanqid qilib, haqorat qilib yurganlar ham mana shu qonun doirasida o'zbek davlatchiligi, o'zbek xalqining taqdiri yo'lida birlashamiz desa, shularni ham biz qo'llab-quvvatlaymiz deyman. Biz hech kimni o'zimiz uchun dushman hisoblamaymiz. Agar bizning dushman hisoblaganlarni ham do'stga aylantirish yo'lidan boraylik. Eng kamida mana shu loyalni, ya'ni hech bo'lmasa betaraf qilish yo'lidan boraylik. Mayli bizni haqorat qiladimi, biz do'st qilish yo'lidan boraylik deyman. Mana shuning uchun biz darhol mana bu birlashgan o'zbek muxolifati deb tashabbus bilan chiqqandan keyin qo'llab-quvvatladik. Lekin biz aytdik-ku, bizning faoliyatimiz, asosiy faoliyatimiz partiya tuzish. Mana 3-marta e'lon. Biz qo'llab-quvvatlaymiz, mayli bizning partiyamiz tarkibidan
o'sha birlashgan o'zbek muxolifatiga vakillarimiz bo'ladi. To'g'rimi onaxon? Vakillar bo'ladi. Lekin biz asosiy ishimiz partiya. U tashqaridagi harakat hech qachon mamlakat ichkarisida kurasha olmaydi. Birinchidan siyosiy partiya bor, harakat bor. Siyosiy partiya bu mamlakat ichida kurashadi, siyosiy maydonda raqobatlashadi, kurashadi, hokimiyatga kelish uchun talashadi va hokimiyatga kelgandan keyin o'zining asosiy maqsadini amalga oshirib boshlaydi. Mana bizning partiyamizning ikki marta tuzgan partiyaning dasturida turibdiki, bosh maqsadi hozirgi yakka hokimlikni faoliyatiga qonuniy asosda chek qo'yish. Hozirgi yakka hokimlik tuzumini qonuniy asosda erkin saylovlar orqali o'zgartirish bizning bosh maqsadimiz partiyaning. Shu yo'lda biz nima deb o'yladik? Mana mamlakatimizdan tashqarida 7 million vatandoshlarimiz bor deb aytishadi. Lekin biz partiya tuzish jarayonida o'zimizga yaqin sanoqli odamlardan tashqaridan biz birorta ko'mak olmadik. Ya'ni ko'mak deganda imzolar bermadi, yetkazib bermadi. Kech bo'lsa ham mana shu birlashgan o'zbek muxolifati mana shu tuzilsa, tashqarida xorijiy mamlakatlarda demokratik yetakchi davlatlarning qonun qoidalariga amal qilib, tuzilib, ro'yxatdan o'tib, birlashgan o'zbek muxolifati sifatida qanday tuzilsa, kelgusida mana ichkaridagi biz tuzgan partiyaga yordam beradi. Endi tushunib yetib mumkin bir imzolar yig'ish jarayonida harakat qilib tashqaridagi o'zbek mana vatandoshlarimiz imzosini jamlar endi. Dedik, endi mana siyosiy huquqlarimiz bor. Siyosiy huquqlarimiz bu, birinchidan mana saylovlar erkin, shaffof bo'lishi kerak. Har birini erkin saylovda tanlab saylashimiz kerak yoki saylanishimiz kerak. Ana endi buni mana 35 yildirki bunda erkin saylovga yo'l berayotgan yo'q. Ikkinchi mana siyosiy huquqlarimizki biz mana yurgizayotgan hukumatning siyosatidan olib borayotgan ishidan, masalan mana jarimalarni oshirishidan, pensiyalarni shunday mana kichik miqdorda ushlab turishidan yoki mana yo'llarni ham deylik pulli qilib tashladi parkovkalarni, bu gaz boshqa hokazalar narxini shiddat bilan o'sib borib daromadlar joyida to'xtab tursa, bu kelajagimiz bo'lgan bolalarni hatto suyunchi pulini, bola pulini bermasa, ham shunday sharoitga norozilik bildirishga aqlimi yo'qmi xalq? Tinch yig'ilish qilib, tinch namoyish qilib, tinch piket qilib, baraka topkirlar beringlar bizning bolalarimizni pulini. Bu axir bular ertangi mamlakatimizning kelajagi shularga bog'liq. Bular jismonan baquvvat bo'lib o'ssin, aqlan o'ssin. Bularni ta'minlaylik. Misol, hamday norozi xalq tinch yig'ilishlari orqali, tinch mitinglar orqali namoyish qilish huquqi, bular siyosiy huquqimiz. Buni ham bermayapti. Bermay kelyapti 35 yildan. Endi xorijiy mamlakatlarda mana shu norozilikni bildirish uchun tinch yig'ilishlar, namoyishlar, piketlar qilishga ularga to'liq shart-sharoit yaratilgan. Ana shu vatandoshlarimiz imzodan tashqari mana bunday birlashsa, tashqaridagi bizga ichkaridagi adolatsizlikka yoki mana partiya tuzishimiz jarayonida ne qilmishlarni qilmayapti bu Mirziyoyev hukumati, kuch ishlar tuzilmadi. Ana o'shalarga nisbatan darhol tashqaridan turib, mana tinch namoyishlar qilib, mana O'zbekistonda 70 ta davlatiga elchixonalar bo'lsa, mamlaqa bosim qiladi, dunyoga ko'rsatadi. Namoyishlar orqali dunyo jamoatchiligi mana O'zbekistonda konstitutsiya doirasida partiya tuzaman deyotganlarga mana O'zbek hukumati, Mirziyoyev hukumati mamlaqa kaltaklayapti, qiynoqqa qolyapti, qamayapti, bosqin qilyapti, hokazo. Darhol mana ko'rsatish kerak dunyoga. Endi dunyo jamoatchiligi O'zbek hukumatini ta'sirini o'tkazadi, xalqaro tashkilotlar aytadi, nega sinlar? Nimaga? Xalqaro, hatto mana
konvensiya normalarida imzolab ratifikatsiya qilgansanda nimaga? Ha, fuqarolaringga o'sha qonunlar doirasida partiya tuzishga nega ularni kaltaklaysan? Nega qamaysan? Nega qiynoqqa solasan? Nega urasan? Nega binolarni tortib olasan? Nimaga ularni qurshovga olib tashlagansan deb. Mana bunday qiladi, mana bunday qilish kerak. Men aytdikki, ular tuzilsa, mana media markazlar, televideniya markazlari tashkil qiladi, turli tillarda. Mana ichkaridagi adolatsizliklarni yoritsin dedik. U yerda har xil mutaxassislarni, o'sha yuristlarni, boshqalarni jalb qilib, xalqaro tashkilotlarga, boshqalarga petitsiyalar tayyorlasin. Mana bundaylar orqali bizga yordam beradi dedik. Ana shunday qilib biz qo'llab-quvvatladik. Hatto biz mana dastlab mana bunday tashabbus bilan chiqilganda nima dedi? Yaxshi ma'noda aytgandir. Bizga yo'l bermayotganligi nuqtai nazardan aytdi deb hisoblayman. Lekin bitta joyi borki, tashabbuskor nima dedi? Alloh qilib yetakchiligidagi partiya 1 marta o'rindi, 2 marta o'rindi, yana 5 o'rinami, 10 o'rinami hukumat ro'yxatga olmaydi bularni endi dedi. Ular qaror berib bo'lgan shekilli dedi. Shuning uchun mana biz degan ma'noni berdi. Buni yaxshi ma'noda aytdi degan fikrdaman. Lekin buning tevaragida boshqa fikr ham kelib chiqishi mumkin-da. Endi biz mana shu yerda aytishimiz kerakki, hukumat, Mirziyoyev hukumati yo'l bermasligi mumkin. Lekin biz kurashni to'xtatmaymiz. 2020-yilda biz e'lon qilganimizda muxolifat desa odamlar cho'chiradi. Ko'plar dushman deb qarardi. Bizning g'oyamiz mana shu tuzumni yakka hokimlikda avtoritar rejimni qonuniy asosda o'zgartirish desa qo'rqib ketardi. Bular tuzumni o'zgartirmoqchi deb. Bugun mana ijtimoiy tarmoqda aksariyat aholi muxolifat kerak, muxolifatsiz rivojlanish bo'lmaydi, muxolifatsiz korrupsiyani jilovlab bo'lmaydi, muxolifatsiz mamlakat rivojlanmaydi deyapti. Shunday sharoitda axir muxolifat kerak deyapti. Endi mana qarang, hozirgi barcha azob, uqubat, zulm, yolg'on, korrupsiyaning sababi tuzum deyapti, yakka hokimlik deyapti. Hokim barcha hokimiyat bitta odamning qo'lida deyapti. 38 million aholining, xalqning taqdiri bitta odam qo'lida qolgan deyapti. Hokimiyat taqsimlanmagan deyapti. Bu Oliy Majlisi ham qo'g'irchoq, sudlari faqat bu yakka hokimlikka xizmat qiladi deyapti. Prokuroriyu boshqasi hammasi korrupsiyalashgan deyapti. Bu tuzumni o'zgartirishimiz kerak deyapti. Bizning g'oyamizga keldi. Biz shuni aytyapmizki, bu tuzumni qonuniy asosda, qonunga, konstitutsiyadan chiqmagan holda partiya tuzamiz, ro'yxatdan o'tamiz, siyosiy maydonga chiqamiz, raqobatlashamiz, xalqqa g'oyamizni, qanday mamlakatni rivojlantirishni, qanday qilib ish o'rinlari yaratamiz, qanday qilib xalqni yetarli daromad beradigan ish o'rinlari bilan ta'minlaymiz, qanaqa qilib qashshoqlikdan chiqamiz, qanaqa qilib kambag'allikdan chiqamiz, qanaqa qilib 7 million tashqaridagi farzandlarimizni ichkariga olib kelamiz, shular kuch-quvvatini shu mamlakatning taraqqiyotiga sarflaydigan qanaqa qilib sharoit yaratamiz, milliy boyliklarda qanaqa qilib xalqning ulushi, har birining ulushi bo'ladi, bolalarimizni qanaqa qilib kamol toptiramiz, o'qishlarni qanaqa qilib bepul qilamiz, ularning jismonan rivojlariga qanaqa qilib mablag'lar ajratamiz. Bularning o'zi xorijga davolanib kelaveradi, lekin mamlakatimizda o'zidan ta'limni, sog'liqni saqlashni qanaqa qilib rivojlantiramiz? Hammasini qanaqa qilib aholi o'rtasidagi keskin daromadlar taqsimlanishini qanaqa qilib me'yorida olib boramiz? Hammasini mana programmamizda bor. Mana shularni orqali qanaqa qilsakki mamlakatda adolat bo'ladi? Adolat degani bu qonun oldida hammani bir xilda javobgar va teng bo'lishi degani. Qonun hammaga bir xil bo'lishi kerak. U prezidentga ham, uning kuyoviga ham, qiziga ham, ayoliga ham, qarindoshiga ham, hammasiga, menga ham, cho'ponga ham bir xil bo'lishi kerak. Mana bu adolat degani shu bo'ladi. Qanaqa qilib erkinlik ta'minlanadi? Erkinlik qonun doirasida erkin bo'lishi kerak odamlar. Hamma bir xilda. Mana maqsadimiz hokimiyatga kelib, mana shunday jamiyatni qurish. Shu yo'lda
Ana endi albatta Birlashgan O'zbek muxolifati tashabbus qilganda bizni endi ro'yxatga olmaydi. Biz uringanimiz befoyda oladi. Majbur oladi. 20-yilda bizni tengsimadi. Yanchib tashlaymiz dedi. Qaysi kuni ham aytdim. Ha bugungi kunda aholining 95% muxolifatga aylandi. Ko'rib turibdi hukumat. Ha, bu to'ssa ketaversa aholi bu kuch, xalq bu dengizdir, to'lqindir, kuchdir deb harbiysizga aytmagan. Yana bitta masala borki, ayrim muxolifatchilar O'zbekistonda deyapti, 30 yildirki, 35 yildirki yoki falan yildirki muxolifat bo'lmagan, bundan keyin ham bo'lmaydi deyapti. Agar bu muxolifatchilar O'zbekiston parlamentida muxolifat mana 30 yildan beri yo'q desa to'g'ri. Mana bu korrupsiyalangan tizimda rasman tarkibida mana bunday muxolifat kuch yo'q desa bu to'g'ri, lekin mamlakatda muxolifat bor. Biz 2 marta tuzilgan partiyamiz. Biz muxolifat. Baraka topqirlar, bir ijtimoiy tarmoqqa qarab ko'ringlar. Endi axir bu shuncha imzolarni tortib olganim bilan shuncha kaltaklab imzo berganlarni hammasini tergov qilib ishdan haydab qamab olgan bilan baribir 22 ming imzo berdi-yu. Adliyaga topshirdik. Nima bu muxolifat emasmi bu 22 ming? Kuch emasmi bu rasman topshirganimiz? Undan oldin qancha topshirdik? Endi qanaqasiga? Mana hammasi menga aytib turasiz. Mana men ko'chaga chiqsam ham, bozorga borsam ham, ayniqsa sudlarga chaqirganda sudlarga borsam, avtobusga chiqsam ham yugurib odamlar keladi. Domla, biz tayyormiz, qachon e'lon qilasiz deb. Mana sizlar ham aytib turasiz. Mana bu bir so'roq. Ana Ohangaronga bordim dedingizmi? Ohangaronga boribdi avtobusga. Hammasi siz shumi? Bo'ldi sizlarga biz yo'lsamiz deb pul olmaymiz yo'l haqini ham. Yo'q, sizlar misol menga gapirib beryapti. Hamma ulug'lab, hamma uyiga mehmonga chaqirib, qachon boshlaymiz? Xorazmga borib keldi. Yaqinda. 1 oy bo'lib keldi. Endi qo'yingki, bu qo'ldan qo'lga tegmay menga ko'rsa, hamma tayyormiz. Qachon boshlaysizlar deb mana. Hammamizga shunday qilyapti. Mening uyimga Hammasi tez kelib turadi. Mana kecha oldin kun sim bir qaytib borsam, kelin telefon beryapti. Farg'onadan keldi. Qanday yo'g'ingizda telefonni berib ketdi. Imzolar bermoqchi bo'ldi. Kechqurun suvonaga bosiladi, olsam, keling desam, imzo bergan ekandim deydi. Mana bu bozorga borsak, savdosini to'xtatadi. Qachon? Pardani ochasiz deydi. Avtobusga ko'proq yuraman mashinalarimizda. Hammasi nimamday shunday sharoitga tushirganligi uchun. Birdan turib darrov joy berib, keyin boshqasi olgandan bir-birini taniganda kim edi bu desam, Bektemirning hokimining o'rinbosari deydi. Tomlar qachon? Mana yaqinda bir savol ichki ishlarda shunday bir idorasiga bordim. Yonimda kelinim biri. Yugurib chiqib, professor, siz deb 2 minutga ol qilib kuzatib qo'yayotganda domla. Sizning tarafdorlaringiz bizning tarkibimizda ham ko'p deyapti. Ya'ni sizning tarafdorlaringiz deganda adolatni tushunyapman-da, mana shu adolatga xizmat qiluvchi, mana shu qonun ustuvorligiga xizmat qilishni maqsad qilganlar ko'p deyapti. Mana hammasi menga aytib turasiz. Ham muxolifat ichkarida, kurash ichkarida bo'ladi deydi. Onaxon, endi biz mana Birlashgan O'zbek muxolifatini qo'lladik. Yana aytayapman. Har qanday konstitutsiya qonun doirasida o'zbek davlatchiligi deb, o'zbek xalqi deb, uning taqdiri deb birlashaman deganda qo'llaymiz biz hamma. Qo'llaymiz. Faqat mana shu qonun doirasida, konstitutsiya doirasida shu O'zbekistonning xalqining taqdiri, uning davlatchiligini deb birlashyapmiz, biz qo'llaymiz. Hatto bizni haqorat qilib kelayotgan bo'lsa ham qo'llaymiz. Biz uchun aytganmiz, boshiga kelishganmiz. Bizning hayotimizdan xalqimizning taqdiri ustun turadi deganmiz. Shuning uchun bizni tanqid qiladimi, haqorat qiladimi, montaj qiladimi e'tibor bermaymiz. Hech biri bilan maydonga tortishmaymiz.
Mamlakatda muxolifat bor. Mana yana misol keltiraylik. Aholini aytayapman, mana ijtimoiy tarmoq kuzgida bu. Kuzgi. Mana bir xil videolarni ko'ring, mana Ozodlikda ayrim 13 million kishi ko'rib turibdi. Bitta video materialni. Demak, xalqmi yo'qmi bu bitta videoni 13 million ko'rib turganligi? U videoni, materialni boshqa tarmoqlarda qancha ko'rayapti? Ular alim nastoящий времяga deb qo'yyapti uni rus tilida boshqa 20 million kishi ko'rayapti bittagina videoni. Misol. Mana hukumat yana biz muxolifatligimizni isboti shuki, Mirziyoyev prezidentlikka o'tirganiga 10 yil bo'lyapti. 10 yildan beri bitta partiya tuzilmadi. Ekologiyani harakati nomi o'zgardi. Necha marta harakat qilyapti? Ko'rib turibmiz. Muxolifat liqobidagi amalda hukumat tomonidan boshqariladigan partiya tuzishga qancha harakat qilyapti bular. Lekin tuzalmayapti. Nimaga tuzalmayapti? Chunki mamlakatda xalq uchun mustaqil, xalq uchun muxolifat degan partiya biz bormiz. Xalq bizni muxolifat partiya deydi. Masalan, o'sha biror bir mahalladan bitta imzo bergan bo'lsa, uni tergovga olib borib, chaqirib tergov qilib bola chaqasiga siqildi, u butun mahallaga muhokama qilindi. Butun mahallani ko'zi ochildi. Nimaga olib borib? Bu yaxshi odam-ku, nimaga olib borib uni tergov qildi dedi. Aybi nima dedi? Mahallada bitta odamni olib borib tergov qilgani uchun imzo bergani uchun oila muhokama qilindi. Yoki ayrim bolalarimizni sazo yiqildi. Dunyo ko'rdi. Nimaga u bolani imzo yiqqani uchun sazo yiqilyapti dedi. Nega hukum? Biz muxolifat sifatida Mirziyoyev hukumatining avtoritar rejimning yakka hokimlikning basharasini amalda ko'rsatib berdik. Odamlar, "Voy, nega bu odamlarni urayapti?" dedi. "Nega kaltaklayapti?" dedi. "Nega uyiga bosqin qilyapti?" dedi. "Nega qiynoqlar qo'yayapti? Nega qamayapti?" dedi. "Nega ishdan haydayapti?" dedi. Savol qo'ydi. "Nega imzo berganlarni chaqirib tergov qilyapti?" dedi. "Bular terroristmi?" dedi. "Yo'q, mahalla u yaxshi odammi?" dedi. "U ziyoli-ku, o'qituvchi-ku, nimaga?" Nega ularning bor hammasi savol qo'ydi o'ziga. Nima uchun kuch ishlatar tuzilmalar hukumat nega bo'shib qo'yapti? Hamma o'ziga savol berdi. Aybi nima bu odamlar dedi. Nimaga dedi? 80 yoshli onaxonni 4 marta sud qiladi dedi. Ha uyiga yig'ilim Konstitutsiyaga ko'rsatilgan 39-moddadagi partiyani tuzamiz dedi. Ha, Konstitutsiya huquqi ular. Nega onani sud qiladi dedi. Uyini ochib berganiga dedi. Ha, bu partiya hukumatdan bir tanga olgani yo'q dedi. Partiya mana 5 partiya pensiyalarni puligacha yeb yotibdi dedi. Nega? Bu savol qo'ydi. Demak, bu hukumat Mirziyoyev hukumat xalqqa emas, qalma qilishmas, u hokimiyat ularga. Hokimiyatdan maqsad xalqning boyligini talash dedi. Korrupsiyani avj oldirganini ko'rib turibdi. Demak, mana yana qanday xizmat qilsin? Mana 6 yil davomida xalqimiz qanaqa siyosiy ongga o'sdi. Mana qarasizlar, bitta yarim uchrab qoladi o'sha hukumatparastlar tomonidan. Lekin ular ham dadil yozolmaydi. Muxolifat kerak emas deb. Hamma kerak muxolifat deyapti. Muxolifatsiz rivojlanish bo'lmaydi. Muxolifatsiz korrupsiya jilovlab bo'lmaydi deyapti. Prezident 5 yil bo'lish kerak, bir muddat bo'lish kerak. Mana biz bor uchun nima dedi? Yildan yilga saylovlarga xalq qanday chiqqanini ko'rib turibdi. Ijtimoiy tarmoqlarga yozdik. So'nggi prezident sayloviga 10% ham chiqmadi deb. Ha, nimaga? Xalqaro tashkilotlar ham yozdi hamma joyda. Yo'l bermadi muxolifatga dedi. Yozdi, bizni hatto ismimizgacha yozdi. Qatnashtirmadi, raqobat bo'lmadi, xalqqa saylovchilarga tanlash huquqini bermadi dedi. Xalqimiz mana baralli yozdi, aytdi. 10% ham mahallamizdan chiqmadi dedi. Oilam bilan qarindosh urug'im bilan chiqmadim dedi. Nomini qo'yib, ko'chamiz bilan chiqmadik dedi. Yozdik axir. Bu o'sha biz bor uchun muxolifat. Endi biz bor maydonda turibmizki, Mirziyoyev hukumati 10 yildan beri muxolifat partiyani tashkil qilyapti. Ularga muxolifat niqobida o'zlari tomonidan boshqariladigan
partiyani tashkil qilish kerak. Biz bor turibmiz, tashkil qilamayapmiz. Endi bizdan oldin biz maydonda turar ekanmiz, hech qachon biz turgan vaqtda partiya tashkil qilinmaydi. Chunki har qanday partiya tashkil qilganda xalqimiz aytadi, 6 yildan beri bu Alloh qilib yetakchiligidagi faollarni urayapsizlar, kaltaklayapsizlar, qiynoq qilyapsizlar, bolalar hammasini qamab tashlagansizlar. Qandayga buni darrov olayapti, partiyani olasiz? Oldin bularni ro'yxatga olsam ishonadi. Dunyo jamoatchiligi ham, xalqaro tashkilotlari hammasini hisobotlarida, hujjatlarida bizni tan olgan. Ular ham aytadi, qanaqasiga. Bu Alloh qilib yetakchiligidagi siyosiy faollarni partiya sifatida ro'yxatga olmay buni olgan qanaqasiga. Mana biz turibmizki, partiya tashkil qilinmayapti. Biz turibmizki, xalqning hukumatga bo'lgan ishonchi batamom so'nib boryapti. Biz turibmizki, Mirziyoyevning minbarlardan turib korrupsiyaga qarshi nima demasin, ishonmayman deyapti xalq. Mana yana qanaqa muxolifat. O'shaning uchun mana o'sha ayrim muxolifatchilar O'zbekistonda 30 yildan beri muxolifat yo'q, ya bo'lmaydi bundan keyin ham degan gapi noo'rin. Muxolifat bor. Biz turibmiz. Bizni xalqimiz ham, dunyo ham ko'rib turibdi. Bizni xalqimiz qo'llayapti. Muxolifat bo'lgan. Bormiz. 3-marta ham tuzishga biz tayyormiz. Xalqimiz men aminman. Manzilimiz shu yer desak oqib kelishiga aminman. Endi birlashgan o'zbek muxolifati biz qo'lladik. Vakillarimiz ishtirok etdi ularda. Bor, davom etadi. Va u boshqaruvi, yangi boshqaruvni qilib davom etar. Ularning yo'li, biz xalqimiz taqdiri yo'lida, O'zbekiston davlatchiligimizni mustahkamlash yo'lida aytganimdek birlashuvdi. Qonun doirasidagi, xalqaro qonunlar doirasidagi yoki o'zlari yashab turgan mamlakatlarning qonunlari doirasidagi birlashuvni hamma qo'llab quvvatlaymiz. Mana shu mamlakat ichkarisidagi adolatsizlikka Mirziyoyev hukumatining zulm, zo'ravonlik, vahshiyligiga nisbatan barcha dunyoning da o'zbeklarni, mana o'zbek xalqining vakillarini, vatandoshlarini tinch namoyishlar qilish, piketlar qilish, yig'ilishlar qilishini qo'llab-quvvatlaymiz va so'raymiz birlashib kerak bo'lsa qilsin bular. Mamlakat ichkarisidagi mana adolatsizliklarni, zo'ravonliklarni, boshboshdoqliklarni, vahshiyliklarni barcha tillarga tarqatishni ham biz mamnun etamiz. Ana o'shaning uchun biz qo'llab-quvvatlaymiz, lekin bu tashqaridagi vatandoshlarimiz bitta narsani bilish kerak, kurash mamlakat ichida bo'ladi. Siyosiy partiya mamlakat ichida tuziladi. Kurash, siyosiy jangovarlardagi kurash mamlakat ichida bo'ladi. Hokimiyat uchun kurash mamlakat ichida bo'ladi. Bu yakka hokimlikni tugatish uchun, qonuniy asosda tugatish uchun kurash mamlakat ichida bo'ladi. Ular ana biz 2 marta tuzganda deyarli yordam bermadi. Tashqaridagi 7 million sanoqli o'sha muxolifatchilar chiqishlar qilib qo'llab turdi. Boshqa qo'llamadi. Sanoqli odamlar, bizga yaqin odamlar imzo tashkil qildi. Boshqasi bular endi qiladi deb ham qo'lladik. Bundan keyin ham qo'llaymiz. Mana shu tashqaridagi vatandoshlarimiz, olimlari, ziyolilari qancha tafakkuri keng, yetuk farzandlar bor, olimlar bor. Bular mana o'ylab ko'rish kerak. Mayli bitta birlashgan o'zbek muxolifati bo'lmasa, Yevropada bitta birlashib bitta tuzsin. AQSh, Kanada, bu yerdagilar bitta tuzsin misol. Biz tuzishini qo'llab quvvatlaymiz. Hozirgilar ham mana birlashgan o'zbek muxolifati bosimlarga, sog'ligi va hokazolar bo'yicha chiqib ketgan bo'lsa, Jahongir Muhammad ya boshqalari davom etsin. Lekin bitta narsani men so'rayman. Mana shu O'zbekistonning taqdiri, davlatchilik xalqining taqdirini ustuvor qo'yib,
O'zbekiston davlatchiligini mustahkamlashini, xatarlardan xalos qilishni istovchi vatandoshlar mana turli g'oya tarafdorlari bo'lsa ham bir-biriga xalaqit qilmaslik kerak. Bir-biriga do'stona tanqid qilib yordam qilish kerak. Mana bunaqani o'ylab ko'rish kerak. Mana shu 90-yillardan buyon mana bu kelayotgan mayda gaplarni unutish kerak. Biz mana shuning uchun ham qo'llab-quvvatladik. O'zbek muxolifatiga mana qo'llash bilan birgalikda 2 marta chiqish qildik. Qo'llashimizni aytdik. Boshimizdan o'tkazgan, tanamizdan kechirgan barcha tajribamizdan kelib chiqib nima qilish kerakligini aytdik. Agar ijtimoiy tarmoq orqali bo'lsa aytdikki 20 kishini ham birlashtira olmaysizlar dedik. İjtimoiy tarmoq, ommaviy axborot vositasi aholini, yoshlarni birlashishga tayyorlashdagi muhim vosita, muhim qurol bo'ladi. Qilinadigan ishlarni oldindan aytish mumkin bo'lgan ishlarni mana birlashuvchilarga yetkazishga hokazo xizmat qiladi. Hukumatning barcha ko'chishlarda tuzilmaning jirkanchlik qilmishlarini fosh etib borishga xizmat qiladi. Lekin birlashish jonli bo'ladi. Mana qarang. Mana biz 3-marta mana Xaloskor Xalq partiyasini tuzamiz dedik. Mana Xaloskor Xalq partiyasi nomi bilan mana har biri mana shu yerda mana kamida mana 100 varaq kamida mana bu mana men tur-turi bilan qilib qo'yibmiz-da endi buni mana tur-turi bilan mana Xaloskor Xalq partiyasiga mana yozyapti. Har biri imzo qo'yib mana bu bisaroqa. Mana Melis aka. Mana siznikini topay. Mana bu karobkani berilsinki mana. Melis aka 6 yildan beri partiyada olib keladi. Misol 3-marta 6-yilda ham mana suhbatlashib, partiya tuzishib, suhbatlashib Xaloskor Xalq partiyasi. Mana qonunlarni qo'yib, mana Konstitutsiyaning 39-moddasiga siyosiy partiyalar to'g'risidagi qonunning 5-moddasida berilgan huquqlar boshqalardan kelib chiqib, shu partiyaning tashkiliy qo'mitasi tarkibida a'zo bo'lishini o'z xohishimga binoan bo'layapman va mana bunaqa majburiyatlarni olayapman deb mana qo'l qo'yib, o'zim yozib qo'l qo'yib, familiyasini qo'yib qo'li bilan telefon raqami boshqa uy manzillarini qo'yyapti. Gerçi 6 yildan beri kelayotgan bo'lsa 6-yil ham majburiyat olyapti. Qilinuvchi shaklda hal tutasiz. Mana xuddi shunday mana. Men bu yerga qaysi viloyatlarni alohida qilib, shahar boshqa yoki o'zimizda azaldan kelayotganlarni alohida qilib qo'yibman. Mana hammasi o'sha. Bizda birlashuv haqiqiy maydonda va 6 yildan beri kaltaklar tagida sinovlardan o'tgan bo'lsa, mana 3-marta tuzganimizda ham yana majburiyatlar olib qo'l qo'yyapti. Mana moqta barapa. Qo'l qo'yyapsiz emas. To'g'rimi yo'qmi? Mana biz har bir harakatimizni maydonda qonunga qussiz, konstitutsiyaga itoat etgan holda va har bir harakatimizni rasmiylashtirib mana deyapmiz. Endi imzo yiqqan vaqtga imzo blankasini tayyorlab, o'z xohishimga binoan, mana shu konstitutsiyaning shu moddasiga binoan o'sha partiyani nomini keltirib oldik, Haqiqat va taraqqiyot. Endi mana Xaloskor Xalq partiyasiga o'z istagimga binoan birlashib, men birlashyapman deb familiyasini yozib qo'l qo'yib beradi. Partiya mana bunday tuziladi. Mana shunday tajribalarimizni kelib chiqib birlashgan o'zbek muxolifatini qo'llash bilan birgalikda tajribalarimizda aytdik, qanday qilinadi deb. Ikkinchidan, jamoatchilikka shunday fikr hosil bo'ldiki, biz birlashgan o'zbek muxolifatini qo'lladik. Mana kelishdik. Mayli bizni partiyamizdan o'sha yerda vakillar bo'ladi. Bir necha nafar dedik. To'g'rimi ona ham? Lekin bizning asosiy faoliyatimiz bu. 6 yildan buyon azoblarda kaltaklar tagiga tuzib kelayotgan partiyamiz bo'ladi dedim.
Biz 6 yildan beri, biz bu 6 yildan buyon so'rayotgan kaltaklar tagidagi tuzgan faoliyatimizni to'xtatib 3 oy ilgari e'lon qilingan tashabbusga borib qo'shilmaymiz. Ularni biz qo'llayapmiz. Qo'shilish bilan qo'llashni farq qilish kerak. O'sha qo'llash orqali 2-3 nafar vakilimizni qo'ydik. Mana bizdan vakil birlashganga, ana vakilga bizlarga aytdik. O'sha yerda biz qo'llaymiz. Mana sizlar bizning vakillarimiz. Ana o'sha birlashgan o'zbek muxolifati tarkibida fikrlashasizlar, boshqa qilasizlar, lekin bizning asosiy faoliyatimiz mana bu. Biz jon berib kelyapmiz bu yo'lda. Va albatta maqsadimizga erishamiz. Mamlakatdan, ro'yxatdan ham o'tamiz. Shu xalqimiz qanaqa hozir siyosiy jangovar holatga kirib kelyapti. Siyosiy oyoqqa turib kelyapti. Endi biz faoliyatimizni to'xtatib 3 oy ilgari e'lon qilingan tashabbusga borib qo'ymaymiz-ku. Biz qo'lladik 2-3 nafar vakilimizni, mana bizdan vakil dedik. Birlashgan o'zbek muxolifati mana tashabbuskori mana e'lon qildi. Juma kuni. Biz mana yig'ilamiz degan vaqtimizda bunday fikrlar yo'q edi. Sog'ligini aytdi tashabbuskor Jahongir Muhammad. Bosimlarni aytdi, boshqalarini aytdi. Inson sifatida tushunishimiz kerak. Aytdi, meni yoshim 70 dan o'tdi dedi. O'zining kasalini jiddiy ekanligini aytdi. Va hokazo. Qolaversa biz uning barcha ichki muammolarini bilmaymiz. Tarqaymiz dedi. Endi ularning qarori, xohishi, istagi. Lekin men bitta joyini aylash kerak. Aytayapti-ki, 30 yildan buyon muxolifat bo'lmadi, bundan keyin ham muxolifat bo'lmaydi, mamlakat monarxiya sari ketadi deyapti. Yo'q, biz bu joyga qo'shilmaymiz. Muxolifat bo'lgan kamida so'nggi 6 yilda bu muxolifat siyosiy jangovar muxolifat, bu muxolifat siyosiy maydondan hech qachon ketkazolmaydi. Mirziyoyev hukumatı hammamizni beshikdagi bolamizgacha qamab, kaltaklab tashlamaydimi? Misol, bu muxolifat chekinmaydi. Bu muxolifat va buning atrofida bugun birlashaman degan xalqni mana hammasi ko'rib turibsizki, bozorga chiqsangiz ham tijorat yugurib kelishadi, ko'chada, avtobusda, ayniqsa sudga borsam hamma yig'ilib keladi. Domla biz tayyormiz deydi. Muxolifat bor. Bu mamlakatda Mirziyoyev hukumati rejimi, yakka hokimligi, unga xizmat qilayotgan kuch ishlatma tuzilmalari qanchalik zulmni, zo'ravonlikni, vahshiylikni, bosqinlikni, qiynoqni, kaltakni, qamoqni qo'llamasin. Bu siyosiy faollar hech qachon chekinmaydi. Va buning tarkibida ko'payib boryapti xalqimiz. Mana qarang. Ko'chada, ko'yda, taksida, bozorda, to'yda, yig'inda hamma joyda ochiq gapiryapti xalq hozir. Ochiqchasiga tanqid qilyapti. Bundan 4-5 yilda shunday tanqid qilalarmidi? Tanqid qilyapti. Bular qamaganminan chiqaveradi, tanqid qilaveradi. Muxolifat bor, mana isboti. 3-marta siyosiy partiya tuzishga, mana har biri bo'lim, mana har biriga mana shuncha faollar tashkiliy qo'mitaga tap-tayyor turibdi. Mana hamma qo'l qo'yib, mana majburiyatlarni olib, mana biz hamma narsani rasmiylashtiramiz. Men kim mana o'sha 3-marta Xaloskor Xalq partiyasiga imzo yig'ishni e'lon qilganda tashkiliy qo'mitaga kimlar bo'ladi deb bilmaymiz, hamma narsa tayyor turibdi. Mana hammasi bu yer manzilini, telefonini hammasini berib qo'yibdi viloyatlardan ham. O'tirlar, kelib falan kuni keling deylar, mana tashkiliy qo'mita rasmiylashtiriladi. Ro'yxati bir hafta ichida Adliya vazirligiga beriladi, imzolar e'lon qilinadi. Partiya tuzish hech kimdan so'ralmaydi. Prezidentidan ham hech kimdan so'ralmaydi. Mana qonun bor, qonunga qat'iy amal qilib olib tuzamiz. Biz qonunga qat'iy amal qilyapmiz. Lekin Mirziyoyevning hukumati barcha qilmishlarni mayda jirkanchlik, tubanlik qilmishlarni sodir etib kelyapti. Lekin biz 6 yil davomida
qancha kaltaklamasin, qiynoq qo'llamasin, qancha bosqin qilmasin, bolalarimizga qancha azob bermasin, qanchamizni qamamasin, biz qonundan chekinmadik. Qonundan tashqariga aslo chiqmadik. Biz qonun dedik. Ular kuch dedi. Biz qonundan boramiz dedik. Ular mening dubimkam deb berasan dedi. Men qiynayman seni dedi. Qamayman. Go'dakdagi bolangni ham sut puligacha kerak topolmaydigan darajaga tushiraman. Uysiz qoldiraman. Mulkingni 32 yillik, 35 yillikni tortib olaman. Bolalaringni ishdan haydayman. Hammamizga nisbatan aytaman. 80 yoshda bo'lsang, bo'pti, sut qilaman seni. 60 dan o'tgan bo'lsang, $2000 jarima qilaman dedim. Sizlarga aytayman, misol. Hamma shunaqa qil. Mana kim qilmish sodir etyapti? Biz 6 yilda qonundan chiqmadikmi? Hech qachon qonundan chiqmaymiz. Bizning yo'limiz nozo'ravon yo'l. Bizning yo'limiz konstitutsiyadan chiqmaslik, qonunga qat'iy itoat etish yo'li. Mirziyoyevning yo'li qanday yo'l? G'ayri insoniy, g'ayri qonuniy, vahshiy yo'l, zulmdan iborat yo'l. Kuch ishlatishdan iborat yo'l. Kaltaklashdan, toshbo'ron qilishdan, go'daklarimizni qiynashdan, bolalarimizni qamoqqa tiqishdan bu albatta bular javob beradi. Javob beradi. Bugun kuchda turibdi. Ular inson ular. Hammamiz o'lamiz. Mana bugun bu yerga 12 da kelishuvdik seshanba kuni. Lekin mana biz kechroq keldimki, mana mening nabiramni ko'riklarda o'tkazdim. Men Shavkat Miromonovichga aytaymanki, 21-yil fevral oyida bilasizlar, mening uyimga bosqin qiluvdi. 26-chi. Qizlarimni sudradi. Bu hammalarimizga nisbatan aytayapman, lekin o'zimning oilam misol keltiryapman hammasiga. Mana onaxon sizni sutladi, Bibisoraxon sizni tergovga chaqiraverib yo'llarda avariya bo'lib dumg'o'za sinib ketdi. Boshqalar hammasi. Endi men bu misol keltirish bilan hammamizga shunaqa bu Mirziyoyev va uning komandasi mana zulmlarni, vahshiyliklarni, qiynoqlarni berdi. Endi o'sha nabiramni 21-yil 26 fevral kuni siz o'tkazamiz deganda bilasizlar, hamma joyga bosqin qildi-da, shu jumladan mening uyimga ham bir 50-60 maskada bosqin qilib, qizlarimni sudrash bilan, tepish bilan, qorini ezish bilan, oyoqlari bilan olib kirib podestlarga. Nabiramni butun insoniyat ko'z oldida yotqizib tepishdi bu yaramas iblislar. Va o'shanda bolam og'ir tan jarohati oldi boshida. Va bu 7-shahar shifoxonasining mana ma'lumotnomasi. O'shanda uzoq muddat больницаga qolgan. Mana bu boshi og'ir jarohatlangani, mana hammasi. Ana endi mana shu bunga bezovta qilib boshladi, yanada og'ir. Mana bu mamlakatimizda va dunyoning ko'plab davlatlarida mashhur professorning xulosalari. Mana muhrlari, familiyalari, ismlari. Mana bu qarazlar, mana bu yaqindagi. Va bolamga mana Sharqmas professor ismi sharifini o'qish. Mana qarab ko'ring. Hamma taniydigan mashhur dunyoda. Mana shu 21-yil 26 fevralda bolamni bu Mirziyoyev va uning qudasi, amdasi, komandasi uyimning oldida tepib boshini qilganda mana asoratlari qancha og'ir. Bolam qanday holatda? Ko'pchiligimizni ham bolamizni shunday tushirdi. Imzo berganlarni ham bular shunaqa qiynoqqa soldi. Shu Mirziyoyev va uning komandasi qildi. Biz partiya tuzish yo'lida faqat qonun yo'lidan kelyapmiz. Konstitutsiyadan zig'ircha chiqmadik. Bizni qancha tepmasin, kaltaklamasin, qiynoq qilmasin, turmaga tiqmasin, qurshovga olmasin, aslo qonundan chiqmadik. Lekin hanuz
bu Mirziyoyev uning atrofidagi qudamdasi boshqasi hammasi shu jirkanchlik qilmishlarni davom etib kelyapti. Ba'zida nima qildik biz? Mana men hukumatparastlarga ham aytayin. Qani biz Mirziyoyevning qarorgohiga bosqin qildikmi? Uning qizi Saidani, Shohnazani butun dunyo ko'zida sudiradikmi? Ularni yotqizib qornini ezdikmi? Qani Saidani, Shohnazani tirnog'ini sug'urdikmi? Uning nabiralari bor. Shavkat Ismetov qo'yilgan. Nima? Hammamiz borib yerga yotqizib boshini tepdikmi? Qani nima qildik biz? Qonundan biz chiqdikmi? Mana jamoatchilikka aytayman. Bolalarimizni mana Farg'onaga ichki ishlarda nima qorinlarni uning biror bir mana o'sha o'g'li bor. 15-16 yoshmi, 18 yoshmi? Miromonmi? Nima? Men esa xonaga olib kirib qornini yordikmi? Nima qildik biz? Partiya tuzamiz. Bizning mamlakatimiz ham bir, yoki uning qizinlarini sudrab, urib, tirnog'ini sug'urib, bolalarini urib, nabiralarini boshini bunday holatga keltirib, o'g'lini, yagona o'g'li bor, qornini yorib, deb ko'tarilmagan ziroat nima bu dunyoni tark etdimi? Axir insof bormi bu Mirziyoyevda? Uning quda amdasida bormi insof? Bu qanaqasi? Insof bormi sizda? Mirziyoyev. Qani ayting. 80 ga kirib sudladilaring 5 marta. Tergovga nima qildi? Bitta imzo faollik qilib, imzo yig'ishga boshchilik qildi, viloyatlarga borib. Chaqiraverib, dumqosasi yo'lda sindi. Boshqalar, Sunnat aka bor, 80 ga kirgan. Ursa yig'lamaydi. Qiyni qisosin dod demaydi. O'sha yerdagi nabirasi qatori 15 sutkaga tiqib qamab, uni yuragini yesib o'rgani vatan xoinisan debdi. Vatan xoinisanlar. Bu Mirziyoyev qasamyod qilib nima degan? Shu o'zbek xalqini aytayapti. Jonini, sha'nini, or-nomus, qadr-qimmat, obro'yini, mulkini, avlodlarini, jonini asrash, tajovuz qilmasligini kafolatiman deyapti. Insof bormi? Shavkat Mirziyoyev mana bu shu oydagi xulosani beryapti. Senlar urasanmi, qiynaysanmi, kaltaklaysanmi, qilmaysanmi bizga? Nima qilasanlar bizning go'dak bolalarimizni shu holatga keltirib? Senlarda insof bormi? Nega buncha vahshiysizlar? Nega bunaqa zulmkorsizlar? Qani birlashgan o'zbek muxolifati? Qani biror joyda birorga bir tola sochiga tegishdimi? Uni qarangki, hammani ko'tarib voy ijtimoiy tarmoqdagi haqoratni qarang onaxon. Go'yoki u haqorat qilayotganda odam tuxmagan, ona tuxmagan ularni. Qiz, sen hukumatsan, qanaqa uni eshitib o'tiribsan? Qanaqa so'kayapti? Xo'p, o'sha birlashgan o'zbek muxolifatining tashabbuskorlari agar g'ayriqonuniy harakat qilgan bo'lsa, qonun bo'yicha, xalqaro qonunlar bo'yicha chora ko'r. Sening davlatingni vakolat bo'lmasin, mana davlatlararo hujjatga ko'ra nima qilasan ularni? Onasidan tortib go'rga 50 yil oldin, 30 yil oldin go'rga kirib ketgan onalarni, senlarni ona tuxmaganmi? Senlarda insof bormi, vijdon bormi?
Senlerine üye tuygusu yok. Bitta davlatingning. Davlat bizniki, sen hükümetsen. Qarangki qanaqa ona. Bu og'zidan chiqiyor. Yo endi ijtimoiy tarmoqqa bunday kirganingda lip etib chiqib keladi-da. Shuning uchun men o'zini muxolifatman deyotganlarga ham aytib qo'yay. Muxoliflar bor, muxolifatchilar bor. Mana biz so'nggi safar 22 ming kishi birlashgan partiyaning muxolifatchimiz. Albatta, u yoki bu siyosiy tashkilot partiyaga kirmasdan, uyushmasdan turib, hukumatga muxolif bo'lganlar ham bor. O'zini muxolifat deyotganlar. Ijtimoiy tarmoqda haqoratli so'zlar ishlatma. Ishlatsang muxolifatchiman dema. To'ppa-to'g'ri. Sen o'zingning elga, jamoatchilik orqali, ijtimoiy tarmoq orqali muxolifatchiman deb o'zingni namoyon qilyapsanmi? Ishlatmada, teng bo'lmada, haqoratga aralashtirib yuryapsan senlar. Bunaqa emasda. Endi chidada endi mayli so'ksin. Sening bu Mirziyoyev mana bunaqa qilib go'daklarni, hammamizni go'daklarini mana bunaqa holatga tushirib turgandan keyin bu noinsoblar. Chidada ularning so'kishiga nima bo'pti ularning so'kishi? Aziz vatandoshlar, bizning hayotimiz kundan kunga og'irlashib boraveradi. Menga bir ona har kuni yig'lab ovozli yuboradi Toshkent viloyatidan telefonimda turibdi. Ro'yxatini yuboribdi. O'sha Rossiyaga ish qidirib, pul topib uyga yuboraman deb ketibdi o'g'li. Rossiya majburan Ukrainaga o'sha qo'liga qurol berib yuborgan 1700 o'zbek xalqining bolalari o'libdi. Ro'yxatini beryapti. Ismi bilan, joyi bilan. Yig'layapti. Ikkinchi guruhman. Bolasi o'lgandan keyin ayoli ikkita nabirani qoldirib boshqa yerga ketib qoldi. Qani hukumat deyapti. Hukumat aybdorsan. Agar bu yerga ish o'rni bo'lganda, normal bir ish o'rni bo'lganda, ish o'rnida o'sha oilani tebratadigan daromad, ish haqi topish imkoni bo'lganda nima qilardi, u yoqqa bormasdi-yu. Senlar mamlakatda 77 milliard dollarga qarz olgan, qayerga ketdi bular? Nima qilib o'tiribsan senlar? Mana yana qaytarib aytaman. Biz nima aybimiz bor bizda? Biz nima aytayotgan bo'lsa, qonundan chiqmaymiz deyapmiz. Qonundan chekinmasdan partiya tuzamiz deb tuzdik. Tuzumni o'zgartiramiz deyapmiz. Lekin qonun yo'li bilan deyapmiz. Nozo'ravon yo'l bilan deyapmiz. Sizni boshchiligingizda nima qilyapti? Nega bizning go'daklarni mayib mashruq qilasanlar? Meni qamoqdagi o'g'lim Ali Shohzod Alloqulovning o'g'li Shozamon 6,5 yoshda bog'chaga boradi. Doda dedi 13 yanvar kuni. Ertaga meni bayramim, bog'chaga borasiz dedi. O'g'il bo'ladi. Xo'p dedim. Keyin aytib, oq ko'ylak kiyasiz, galstuk taqasiz, kostyumga xo'p dedim. Men aytdim, boray dedim. Bordim. Borsam, bir 3 ta harbiy kiyimdagilarim bor ekan yigitlar. Yigitlar bilan yonma-yon o'tirib so'rasam, qarovul qo'shinlaridanmiz dedi. Keyin bolalar shunaqa bir ijaraga olgan, shunaqa chiroyli kiyimlarda harbiy kiyimini kiydirganki, havasing keladi. Albatta tabrikladim. Tabriklagandan keyin bolalar o'sha tayyorlagan dastur programmasi bo'yicha o'sha she'r aytish, ashula aytish, harbiy mashqlarni ko'rsatishga o'tdi. Shunaqa beg'ubor bolalar, 6 yoshli, 6,5 yoshli bolalar. Shunaqa etlarim, shular bularni ko'rib ham quvonib, ham mamlakatning aholini, bular sharoitini borayotgan yo'lni ko'rib, ichimdan silkitib turdimda. Keyin
Oxiri men aytdim mana shu yerdagi bog'cha mudiralari boshqalariga men aytdim bu bolalarni hammasini bir bunday bir mening oldimga shunaqa bir to'planglar men bir ikki og'iz qaytadan tabriklamoqchiman dedim. Shunday qilishdi va men aytdim hurmatli safdorlar, serjantlar, zobitlar, generallar va oliy bosh qo'mondon Shavkat Miromonovich dedim. Meni tabriklayman. Va mana bu beg'ubor bolalar uchun dedim. Yashash kerak dedim. 10 ta jon bo'lsa ham berish kerak bu beg'ubor bolalar uchun dedim. Nimaga bunday dedim? Chunki o'sha dasturida bu bolalar aytdiki, mana masalan shunaqa bir ashulasini aytdiki, men ham katta bo'laman, o'zim kuchga to'laman, yurtboshimga, yurtimga sodiq o'g'lon bo'laman dedi. Ana o'sha yerga she'ri menga ta'sir qilib ketdi. Bu beg'ubor bolalar yurtboshimga va yurtimga, oldin yurtboshimga deyapti. Mana shunday qildimda men aytdim, ey beg'ubor bolalar, go'dak, bolalar qaysi prezidentga bular sodiq bo'layapti dedim. Demak, bu beg'ubor bolalar sodiqman deyotgan prezidentdan o'zbek xalqiga va konstitutsiyaga xizmat qilish kerak dedim. Ana o'shanda chiqib o'sha bu darajada masam ma'nosini aytdim. Men bular yurtboshimga, yurtimga sodiq o'g'lon bo'laman deyapti. Yurtboshi dedim, hurmatli oliy bosh qo'mondon. Bu bolalar uchun yashash kerak dedim. Bularning kelajagi uchun xizmat qilish kerak dedim. Va ichimdan aytdimki, qachongacha biz korrupsiyani tepasida turgan shaxsga, prezidentga bizning go'dak bolalarimiz ham sodiq bo'laman desa, bu qanaqasiga men ichimdan qarshi bo'ldim. Lekin mening nabiramga o'xshagan jangchi bolalar, men ham katta bo'laman, o'zim kuchga to'laman, yurtboshimga, yurtimga sodiq o'g'lon bo'laman deyapti. Bu beg'ubor bolalar. Siz nima qilyapsiz? Mamlakatda korrupsiyani avj oldirib yubordingiz. Zulm, zo'ravonlik cheksiz bo'lib ketdi. Bolalarimiz ish qidirib minglab o'lib ketyapti. Turmalarda umri xazon bo'layotganini qo'yavering. Siz nimaga sizning bu Saidadan tug'ilgan, Shahrozadan tug'ilgan bolalaringiz o'sha bolayu xalqning bolalari için 1700 urushda o'sha majburan borib mayiti qolib ketayotgan bu o'g'lonlarning go'dak bolalari bo'lamasmi? Nega mening nabiramni kelib urdilar dunyoga? Nima aqllaring bor Mirziyoyev? Men ovozim ko'tarilganda men o'zimdan tashqi chekka chiqmayman. Lekin bu bisoraxon hayot shunaqa. Qanaqa qilib nima deysam bu prezidentga? Menga mana ko'rdilaring. Mana shu oyga xulosa beryapti ahvoli bo'yicha. 21-yil 26 fevraldagi bu Mirziyoyevning yuborgan bu qattollari, vahshiylari mana urib tepganligining asorati chiqib kelyapti deyapti. Siz o'zbek xalqining bolalarini xor qildingiz. 7 million darbadar bo'lib yuribdi. Siz qarzga botirib tashladingiz bu mamlakatni. Qancha ish o'rinlari yaratsa bo'ladi. Men ham o'laman, siz ham o'lasiz. Sizning atrofingizdagi ham o'lasiz. Bosh prokuror Ne'matilla Yo'ldoshev, DXX raisi oldingisi hozirgi Bahodir Qurbonov va Aziz Chiqayev, ichki ishlar oldingi Bobojonov va hozirgi Aziz Toshpo'latov, hammalaring vaqti keladi javob berasizlar. Qonun oldida javob berasizlar. Men millatga aytmoqchiman. Millatimiz, xalqimiz o'ta xarob bo'lib qoldi. O'ta qalloq, qashshoq, g'arib, erksiz
huquqsiz holatga tushib qoldi. Biz bunday holatda millat sifatida yo'qolib ketishimiz mumkin. Shuning uchun men bundan bir necha yil ilgari takrorlaganimni yana keltiraman. Bu bizga zulm o'tkazayotgan, zo'ravonlik qilayotgan, vahshiylik qilayotgan bolalarimizni qurbon bo'lishimiz sababchi bo'layotganini, vatan xoinlarini, qonunga xiyonat qilayotganlarni hammasini mana bunday ro'yxatlarini qilib, men aytganman mana xiyobon bor, biyobon bor deb. Xiyobonda millatning asl xizmat qilgan mard, qahramon o'g'lonlari, qizlarining ismi sharifa joylashib shunaqa gulzorlar bo'lib, ziyoratxonalar bo'lish kerak. Boshqa bir joyda biyobon ham tashkil qilish kerak. Biyobon deganda cho'li biyobon aytiladi. Uch biyobonda saksovul va ilonlar, kasatki, mavlar bo'ladi. Ana o'sha yerda vatan xoinlarining alohida ismini yozish kerak. Qonunga xiyonat qilgan. Sudlarni alohida xoin, xiyonat qilgan millatiga, qonunga deb yozish kerak. Qonunga xiyonat qilgan. Ichki ishlar prokuratura millat yozish kerak. Mana joy tashkil qilishimiz kerak. Bu millatdan boshqa xoinlar, vatan sotqinlari millatiga o'zi tuqqan, yuvgan, taragan, o'qitgan, yedirgan, ichirgan, kiyintirgan xalqiga xiyonat qiladigan, zulm o'tkazadigan, zo'ravonlik qiladigan, talon-toroj qiladigan, haqini bermaydigan, qarzga botiradigan hammasini gruppa qilib mana joy qilishimiz kerak. Xoinlar, sotqinlar, xiyonatkorlar biyoboni deb. Men buni ilgari aytganman. Shunday yo'l bilan millatimizni tozalashimiz, tetiklashtirishimiz, sog'lomlashtirishimiz kerak. Hozir millatimizga, xalqimizga, o'g'lonlarimizga mana xiyonat qilayotganlar, zulm o'tkazayotganlar, zo'ravonlik qilayotgan xalqni rizqini qiyayotganlarni, qarzga botirayotganlarni, darbadar qilayotganlarni hammasini fosh qilib borishimiz kerak. O'lganda hatto janoza o'qiganda ham qanday odam edi deganda odamlardan nido chiqmasin. Bulardan keyingi qoladigan avlodlar kerak bo'lsa vijdonli avlodlar bo'lsa nafratlasin. Vatan xoinlarini, xalqqa zulm, zo'ravonlik qilganlarni, vatan xalq o'g'lonlarini qurbon qilganlarni familiyasini ko'rib ezilsin avlodlari, nafratlansin ajdodlaridan.